Nima uchun aynan o'zbek ayollarida boshqa davlatlarga nisbatan semirish ko'proq? Nima sababdan? Bilasizlarmi? Birinchisi bu bizning ayollarimiz cherishchur o'zidan ko'proq boshqa birovlarni o'ylashi. Ikkinchisi o'zlariga umuman e'tibor qaratmasliklari, umuman vaqt ham ajratmaydi, e'tibor ham qaratmaydi. Uchinchisi, yoshim katta bo'ldi-ku, bizda o'zbek xalqida bu odatiy holat deb turib, semirishda davom etaveradi. To'rtinchisi esa asabiylashdimi yoki bo'lmasam qandaydir qayg'uga tushdimi, ovqat, shirinlik, mevalarni o'ylamasdan yeyaverishi. Ba'zida erkaklar tufayli ham semirishga olib kelib qo'yishadi. Keyingi sababi esa kechqurun uxlash oldi yog'li ovqatlarni bosib yeyishimiz. Va eng oxirgisi, ayollar ayniqsa kelin olgandan keyin bo'ldi, qaynona bo'ldim deb turib, hamma ishni tashlab kam harakatlikka o'tib ketishi va undan keyingisi kechqurun juda kech uxlashlar. Endi bu narsalar bizning organizmimizda qanday o'zgarishlarga olib keladi? Ko'pincha bo'yimga nisbatan 20 kilogramm semiz bo'lsam nima qilibdi? 30 kilogramm semiz bo'lsam nima qilibdi? Hozir hech narsani sezmayapman deydida bee'tibor yuraveradi. Lekin semirayotgan vaqtingizda sizda tanangizda keraksiz joylarda ortiqcha yog'lar paydo bo'la boshlaydi. Ortiqcha yog' nomi bilan ortiqcha yuk hisoblanadi. Birinchi navbatda u yuk yurakka nagruzka beradi. Yurak uchun bu ortiqcha yuk hisoblanadi. Bundan tashqari, semirganda faqatgina yurak uchun emas, hattoki jigar, oshqozon osti bezi va buyrak uchun zararli hisoblanadi. Jigarlardagi yog' yig'ilishi jigar hujayralarini o'ldirib borib, hattoki sirrozgacha olib keladi. Har safar sizni semirishingiz birinchi navbatda ovqatingizga bog'liq. Yog'li, shirinliklar, gaz ichimliklar yeyversangiz, oshqozon osti bezida o'sha yeyilgan ovqatga nisbatan fermentlarning ajralib chiqishi ko'payib boraveradi. Nagruzkada zaxirasini ishlatib borishi tufayli oshqozon osti bezi charchab qola boshlaydi. Semirishda siz hozir hech narsani his qilmayotgan, hech narsani sezmayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin sizlarga ilmiy tadqiqotlardan kelib chiqib aytaman. 10 yilda sizda yoki bo'lmasam infarkt paydo bo'ladi, yoki bo'lmasam yurakda qon aylanishining buzilishi tufayli yurak aritmiyalari, notekis urib ketishlari paydo bo'ladi, yoki bo'lmasam qandli diabetga duchor bo'lasiz, yoki bo'lmasam jigarning yog' bosishi uning oqibatida jigar sirroziga olib keladi. Shuning uchun ham o'zingizni salomatligingizni o'zingiz himoya qilish uchun, o'zingizni sog'lom bo'lishingizni xohlasangiz, hozirdan semirishni oldini olishni boshlang. Oddiygina doimiy to'xtovsiz yurishingiz, ayniqsa ertalab och qoringa yurishingiz bir oyda kamida 2-3 kilogramm vazn tashlashingizga yordam beradi. Oddiygina ovqat yeyotganingizda uzoq vaqt chaynab yeyishingiz sizda to'yishlik hissini uyg'otib, ovqat porsiyasini kamaytirib beradi. Oddiygina kechqurun yog'li ovqatlarni yeyishni to'xtatadigan bo'lsangiz, bir oyda 4 kilogrammgacha ozishingizga yordam beradi. Oddiygina hozir siz uchun odat bo'lib qolgan har mana ertalabdan obedgacha bo'lgan oralikda nimadir choy ichib olishingiz, hattoki meva yeyishingiz yoki bo'lmasam obeddan kechgacha bo'lgan vaqt oralig'ida yogurtlar yoki nimadir tarvuz, qovun, uzum yeyishingizni to'xtatishingiz ham 3 kilogrammgacha vazn tashlashga yordam beradi. Yoki bo'lmasam oddiygina va tekin bo'lgan suv ichishni to'g'ri yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz ham sizga javob beraman 2 kilogrammgacha tana vaznini tashlashga yordam beradi. Agar siz mana shu 5 ta tavsiyani bir vaqtda qiladigan bo'lsangiz, bir oyda 5 kilogrammgacha hech qanday ukol, hech qanday dorilarsiz va eng asosiy o'zingizga zarar bermasdan turib ozishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunday foydali ma'lumotlarni olish uchun mening YouTube kanalimga obuna bo'ling.